Tumandagi 14-son umumta'lim maktabida tashkil etilgan yozgi oromgohga 591 nafar o'quvchi qamrab olingan. Mazkur jarayonga o'qituvchilar, mahalla yettiligi vakillari va jamoatchilik ham faol jalb qilingan. Mashg'ulotlar reja asosida tashkil etilgan bo'lib, har bir yo'nalishga mas'ul pedagoglar biriktirilgan. O'quvchilar uchun rasm chizish, tikuvchilik, zakovat o'yinlari, tennis, shashka, shaxmat bo'yicha to'garaklar yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, konsert dasturlari, madaniy tadbirlar ham qatnashuvchilarga manzur kelmoqda. Yana bir muhim jihati yuqori sinf o'quvchilari uchun testlarni yechish va oliy o'quv yurtlariga tayyorgarlik ko'rish imkoniyatining yaratilgani bo'ldi. Tumanimizda 33 ta umumta'lim maktabi, bitta Barkamol avlod bolalar maktabi hamda bitta ixtisoslashtirilgan maktab internatlari faoliyat yuritib kelayotgan bo'lsa, ushbu maktablarimizda bugungi kunda jami 15954 nafar o'quvchilarimiz ta'lim-tarbiya olib kelishdi. Bularning 1234 nafari bu yil 11-sinf bitiruvchilarimiz. Muhtaram Prezidentimizning 15-may kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida berilgan topshiriqlarni ijrosini ta'minlash maqsadida bugungi kunda bizni tumanimizdagi barcha umumta'lim maktablarimizda kunduzgi sog'lomlashtirish oromgohlari tashkil qilingan. O'quvchilarimizni kasbli hunarli bo'lishlari uchun kasbga yo'naltirish to'garaklari tashkil qilingan. Barcha sharoitlar maktablarimizda bugungi kunda yaratilgan. O'quvchilarimiz yozgi ta'tillarini mazmunli, qiziqarli o'tkazishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Maktab reytingiga nazar tashlaydigan bo'lsak, joriy 2024-2025 o'quv yilida ta'lim maskanida 668 nafar o'quvchi tahsil olgan. Ulardan 48 nafari bitiruvchi bo'lib, o'tgan yilgi qabul natijalariga ko'ra ularning 66% oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan. Men bu to'garaklarda faol qatnashib, o'z bilimlarimni oshirib kelmoqdaman. Nafaqat men, balki mening do'stlarim, dugonalarim ham men bilan birga bu tadbirlarda qatnashib kelmoqda. Maktabimizda Dolzarb 90 kun loyihasi tashkil qilinganidan buyon fan to'garaklari, musiqa, sport to'garaklari muntazam faoliyat olib bormoqda. Bu dastur doirasida mening kunim yanada rejali, mazmunli o'tmoqda. Bu loyiha yoshlarga o'z qiziqishlarini yanada yuksaltirish, oshirish uchun katta imkoniyat yaratib bermoqda. Shuningdek, bu tadbir yoshlarda jamoa bilan ishlash, mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv kabi ko'nikmalarni ham rivojlantirmoqda. Xulosa qilib aytganda, Dolzarb 90 kun loyihasi o'quvchilar uchun nafaqat maroqli dam olish, balki bilim va mahoratini oshirish, hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish uchun katta imkoniyat yaratmoqda.